onajonim, jannatim. Nima ayb pishib qo'yding? Shunimi? Nima ishingiz bor onajonim, buyuring qilaman. To'g'risini ayt, nima palakatni boshlading? O'rtalaringiz zaningda sumali qilsa bo'ladi dedim. Bekorlarni 5tasini yebsan, boringlar boshqa joyda qilinglar. Bizani uyda sumali bo'lmaydi. Zebo, lekin bu qozoninglar kichkina. Ana, endi sumalini boshqa joyda qilasizlar. Qo'shninikini olib chiqasiz, kattasi bor. Mana shu o'chog'i bilan. Davay olib chiq unda. To'xta. Xush kelibsizlar. Zebo biza kiyim bo'ldik. Stilada kiyimlar, oyimi kiyimlariga o'xshar ekan. O'zi meniki Zebo. Mani kiyim lo'lilarnikiga o'xshar ekan. Mayli kiyurdim. To'yga deb olganman, hali bir marta ham o'zim ham kiymadim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim, ko'ksimda yondirdim. Qozon o'choq tayyor. Sirdosh topdim, mo'jizali mo'jiz tosh yo'llarimda bo'lyo'tosh, bir umr mushtoq qildim, tugadi tobek bardosh. Mana o'tib olib kelamiz. Yigitlar bu o'tininglar kam. Yana olib kelamiz-da. Zebo, ading ko'rinmayaptilarmi? Rostdan ham. Bir dona ham kiyimim qolmabdi. Endi nima kiyib chiqaman ko'chaga? Shu Zeboli juda zo'rda, qara o'ziga kiyim berishda, sal katta ham mayli. Zebo o'tin qolmayapti. Xos xalq kelaman. Qo'shni o'tininglar bor. Bo'ldi, shart emas, o'tiravringlar. Mana mashina yoqib turib qolgan 3tasini hozir olib kelaman. Ey, men Tohir dodani hassalari pop belli qislataman deguncha qaysidir iflos o'g'irlab ketibdi, mabodo ko'rmadinglarmi? Mana bu hassani. Ko'rmading? Mabodo ko'rib qolsanglar, telefon qo'rasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, ha. Tosh. Yuvmidi o'zi? Yuvish kerak. Hamma sumalida ikkita yoqimsiz xotin keladi-yu. Ha. O'shalar keldi. Voy, charchab qolmaydim, uyimdan stul ham ko'tarib chiqdim. Charchagan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelgan stulda o'tirib tura qoling. Mana Sharif boyakaning eshigini o'g'irlab ketishibdi. Mana bunaqa rang ekan. Yo'q, ko'rmadik. Mabodo ko'rsanglar, telefon qo'rasizlar, xo'p? Bo'ldi, ha. Qanaqadir zerikarli bo'lyapti. Balkim kolonka olib kelib o'ynaymiz. Yo'q. Tak rasmani uyimda kalonka bor-ku. Yurib chiqib ko'ramiz. Bolalarimiz bilan tarbiyali, aqlli-da. Mana yaxshi o'tiringlar. Uyimdagilar ruxsat bermadi. Mani-ya. Voy, xilib bo'lmayman, qolaman sen bilan. Sani qolishingga oyim ruxsat bermaylar, sen ketur. Onajonim, keling qo'llaringizdan bir o'ping. Yana nima iltimosim bor? O'rtoqlarim qolishsa, voyisdan so'rab bering. Mani xolama xos hamma uxlaganda qora kesiramiz. Boshida kamalak, toshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak, niyati yaxshi bo'lsin, qadami Sumali pishdi, chiqlaring. Navro'z yozgan dasturxon, rizq bilan to'liq bo'lsin, kun boshida kamalak. Ha, chaqirdingmi? Uyimizda idish olib kelman, mana shuni berib turinglar. Ha, og'ir bo'pti. Bobom to'g'rat qilardi, ammani. Uyimda idish yo'q edi, men buni oldim. Au. Idishinglarni yuvib qo'ydim. Malades, rahmat. O'zimni uyda qolib ketibdi, shunga savol ketaman. Bo'latsan. Следующий. Sen bola menga yoqmading. Toshli joyi senga. Obke. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, maktabda ko'rishguncha. Mana onajonim bir kunlik sumali o'tdi ketdi, hamma xursand. Nima o'zgardi? Qarang, hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yotdi. Top-toza. Hech narsa bo'lmadi. Uyimda o'tin qolmadi, idish qolmadi. Ahvolini qara uyga. Zato bizga ko'proq sumali qoldi. Navro'z muborak onajonim.
Sen kız bir yoqqa kelgin. Onajonim hokipoyingizni olay kechiring. Bechora farzandingiz bir oy qiling, iltimos kechiring. Nima desiz qilaman? O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin.